Hozir Italiya universitetlariga qabul jarayonlarida CENT degan CENT imtihoni qo'yilgan. 110 ta savoldan iborat 5 ta fandan umumiy olinadi. Damn. U eski TOLK-E topshirgandik esingizda bo'lsa. TOLK-E imtihoni topshirilardi oldin. U sizni bazaviy bilimingizni bilish sertifikati maqomida edi-da. Yo'nalishga qarab u asosan. Men TOLK-E topshirganman va u universitet uchun asosan 110 ta savoldan, ya'ni har bittasiga 1 balldan beriladi. O'shanda 18 minimalka ballni olsangiz, deyarli hamma universitetga qabul qilinasiz. Ya'ni u 5 ta fanning ichida ingliz tili, matematika, fizika, filosofiya haqida savollar bo'ladi. Bazaviy u bilim darajangizni tekshirish uchun. Ya'ni siz deylik IELTS sertifikatingiz bo'lgani bilan injeneriya yo'nalishiga topshiryapsiz. IELTSni bilganingiz bilan siz bilish kerak, ular bakalavr darajasida siz plus minusda ko'paytirish bo'lishni qilib bilasizmi? O'sha maqsadda qilingan ekzamen bu. CENT. Hozir oldingi TOLK-E, TOLK-I hamma ekzamenlar bitta qilindi.